10 ta negr bola. Agata Kristining shu nomli romani asosida. 10 ta negr bola tushlik qildi qo'qqisdan. 10 ta negr bola tushlik qildi qo'qqisdan. Biri qalqib ketdi, birdan qoldi to'qqizta. 9 negr bola uxlab qoldi birpasda. Uxlab qoldi birpasda. Biri qaytib uyg'onmadi, qoldi 8 ta. 8 negr bola qo'msab qoldi sayrni. Lekin qaytmadi, biri nasiya qilib xayrni. O'sha bolakay haqida gapirib bermoqchiman. Men bolani murabbiyasi edim. Dengiz bo'yidagi shardik, unga uzoqqa suzishni man etardik. Bir kuni chalg'ib qolibman, uzoqqa suzib ketibdi. Qutqarmoqchi bo'ldim, lekin vaqti o'tgandi. Bu dahshat, dahshat. Lekin men aybdor emasman. Baxtsiz hodisa deb tergovchi ham ayb qo'ya olmagan. Bolani onasi ham da'vo qilmagan. Hayronman, kimga kerak? O'zingizni bosing, oyim qiz. Biz sizga ishonamiz. Tezroq o'ylab qaralsa, haqiqatan g'alati. Menga yozilgan maktubdagi imzoni aniqlab bo'lmaydi. O'zimcha uni 2 yil burun kurortda birga dam olgan dugonam Mrs. Oliverdan deb o'yladim. U meni xatida mana shu orolga taklif etibdi. U o'zi shinamgina pension ochganligi, bu yerning zamonaviy oliftalarni quloqni qomatga keltiradigan muzikasidan qoliligini yozgan. Meni himoyachiga muhtojlik joyim yo'q. Hamisha vijdon amri bilan ish tutib kelganman. Pushaymon bo'ladigan aybim ham yo'q. O'zingiz eshitdingiz-ku. Kecha hamma qatori u ham eri bilan birgalikda o'z bekalarini o'ldirganlikda ayblangan. Esingizdami kecha qanday betoqat bo'lgani? Azbaroyi qo'rqib ketganidan hushidan ketib qoldi. Qilmishi ochilgach, yuragi dosh berolmagan. Juda ham oshirib yubordingiz. Bunaqa ishni telbalargina qilishi mumkin. Telbalarning joyi jinnixonada bo'lmoq lozim. Bu kabi aybnomalarga e'tibor bermasa ham bo'ladi-yu, lekin shuni aytib qo'yishni o'z burchim deb hisoblayman. Yosh ofitser Richmond haqidagi so'zlarning birontasi ham to'g'ri emas, janoblar. Men ofitserim edi u, bu to'g'ri. Topshiriq bilan yuborganman uni. Uni o'ldirishdi. Urushda bunaqa voqealar bo'lib turadi. Ammo hammadan ham qandaydir noma'lum bir shaxsni mening o'ta bequsur xotinim nomiga dog' tushirmoqchi bo'lgani menga alam qiladi. Nimani kutyapsiz? So'nggi daqiqani. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Esli qizsiz. Hammamiz bir narsani kutyapmiz. Bu bilan nima demoqchisiz? Tiriklay hech kim orolni tark etmaydi. Shunday Mr. Owenning rejasi. Buni ham yaxshi bilasiz. Tan olishim kerak, men ularni tashlab ketganman. Jon shirinlik qilib qoldi. Do'stim ikkalamiz maslahatlashib, bor qurolni oldik-ku, juftayni rostlab qoldik. Ha, bunday qilishimiz oq tanli janoblar sha'niga munosib emas edi, lekin jon saqlab qolish insonning birinchi burchi hisoblanadi. Buning ustiga negrlar o'limdan unchalik qo'rqishmaydi. Biz Yevropaliklar. Yo, Parvardigor. Ularni o'lib ketishini bilarmidingiz? Bo'lmasam-chi. Qarang, qanday ajoyib odamlar yig'ilgani. Hammasi qonunga bo'ysunuvchi, halol, vijdonli, o'z burchiga sodiq grajdanlar. Yolg'iz kamina istisno bundan. Xo'sh, sizchi, doktor? Siz nima deysiz? Tibbiyotda nojo'ya ish qilib qo'yganmi deysiz? Man etilgan operatsiya deganday. Umuman hech narsaga tushunmayapman. Men Jonni, Lucy Combsni o'ldirganmishman. Yolg'on. Bo'xton. O'ldirganmishman. Bo'ldi. Esladim. Ular anavi ikkita bolakay bo'lish kerak. Haligi Cambridge yaqinida sho'rliklarni urib ketgandim. La'natlar bo'lsin. Axir bu baxtsiz hodisa, tushuning. Jadiga 1 yil mashina haydashni man etishdi. Biz tezlik asrida yashayapmiz. Gapingiz to'g'ri. Lekin men jangga kirmay keta olmayman. Bu yerda eshitganlarimni hammasi sarguzasht romanga o'xshaydi.
Albatta tagiga yetishim kerak. Noma'lum shaxs o'zini bizga qarshi qo'ydi. Men jangga tayyorman. To'g'risi bu men uchun kutilmagan hol. Qurbonimning ismi menga hech nimani eslatmaydi. Klizmidi yo Klauzmidi. Unaqa familiyali bemorni tanimayman. Balki gap gospitalda qilingan biron bir operatsiya ustida borayotgandir. Ha, vaqt o'tgandan keyin bizga murojaat qilib keladigan bemorlar tez-tez uchrab turadi. Vaqt o'tkazib kelishadi, oqibatda biz jarrohlar aybdor. Men ham shunaqa ahvolga tushib qolganman. Ha. Zaharli dori sepib qo'yishganga o'xshaydi. Kalsiyanida u kishiga darhol ta'sir qiladi. Ammo shishada hech narsa yo'q. Bugun uni xayoli joyida emas. Nonushtani ham bir o'zi tayyorladi. Xotini unga yordam bera olmadi. U uyqusida dunyodan o'tibdi. Ha, balki. Lekin hayronman, nimaga dosh bera olmadi ekan? Vijdon azobiga. Bu bilan nima demoqchisiz? Janoblar, xotinim bilan o'zimni himoya qilish uchun ikki og'iz so'z aytsam. Ijozat bersangiz. Gapiring. Plastinkadagi ovoz hamma qatori meni, Mrs. Rogersni ham tilga oldi. Miss Brady. Biz Miss Bradyga xizmatkor bo'lib yollanganimizda u betob yotgandi. Kasali xuruj qilgan o'sha tunda qattiq bo'ron bo'lib, telefon ishlamay qoldi. Doktorni piyoda borib chaqirib kelishdan boshqa iloj qolmadi. Lekin doktor kelganda kech bo'lgandi. Uni qutqarib qolish uchun qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Chunki biz uni juda ham yaxshi ko'rardik. Buni hamma tasdiqlaydi. O'limidan keyin albatta ozmi ko'pmi meros ham oldinglar, shundaymi? Miss Brady yaxshi xizmatimiz evaziga meros qoldirgan bizga. Nega ajablanasiz? Bizga meros qoldirishga haqqi yo'qmidi uni? Qani menga aytinglarchi? Bizni xonamizga chiqsangiz, xotinimga birga bo'lgan uyg'ota olmayapman. O'z joniga qasd qilgan demoqchimisiz? Yo'q, bunga ishonmayman, doktor. Zahar ichib o'lib ketaveradigan irodasiz odamlar toifasiga kirmaydi bu Marston. Bir tasavvur qilaylik. Rogers xotini bilan o'sha kampirni o'ldirdi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Ular ishni qoyilmaqom qilib bajardik. Xavfdan butunlay xolimiz deb quvonishgan. Yo'q, menimcha Mrs. Rogers hech qachon o'zini xavfdan xoli sezmagan. Balki shundaydir. Ammo ularning ishonchi komil bo'lgan sir ochilmasligiga birdan kecha ana u notanish ovoz sirni fosh qilib qo'ydi. Ayolning asabi chidamagan. Eri uni atrofida girdikapalak bo'lib yurganini o'zingiz ko'rdingiz. Bu hech ham erni g'amxo'rligiga o'xshamasdi. U o't ichida qolgan mushukka o'xshardi. Agar ishqovlashtirilsa, xotinim aytib qo'yishi mumkin deb qo'rqib ketgan. Ishonchim komilki, xotinini umrbod yolg'on gapirishga, tonishga asabi bardosh bera olmasdi. Bu ahvolni sezgan Mr. Rogers xavfsirab qoladi. O'nta negr bola tushlik qildi qo'qqisdan. Hali hech qachon odil sud bu yerdagi kabi nurli cho'qqiga ko'tarilmagandi. Chunki bu proses masxaravozlik qalpog'isiz, ridolarsiz, poraxo'r yolg'onchi advokatlarsiz sodir bo'ldi. Bu sudda sudya bilan jinoyatchi, jinoyatchi bilan jallod yuzma-yuz to'qnashdi. Qatl haqqoniyat qonunini ijro etilishidir. Kamina o'z burchini ado etib, barcha jirkanchliklardan forig' bo'lgan odil sud zafar quchgandan keyin o'zim uchun bir yo'l qoldi. Buni ado etishga, ya'ni o'zi chiqargan hukmni o'zi ijro eta bilishga faqat eng buyuk sudyagina qodirdir.